Yaxshi sizlar ko'pchilik ko'rib turadiganlar bo'lsa, Qarshi Chinar to'nurchiligida degan sizlarga alayda o'xshamaydigan to'nurdan birini olib keldim. U bo'lsa bizdan yana o'rta tipdagi to'nurimizning osti usti ikki qavat chiqqan to'nurimizni ko'rib turadiganlar mana. Qabul g'ayri 1 metrda 1 metr 40 chiqadi. Bu o'xshashdan 1 metr 40 chiqadi. Astı üstüge 25 kilo 30 kilo bundan girdi sifatıda. Üstünün üstüne ayrım, astının üstüne ayrım iki xil tansiyon olurdu. Bu to'nurimizni qanday qilib yasab qaldinglar degan chog'da sodisi intayin yaxshi, ammo lekin do'kon kunimi kichik bo'lgan xaridorlarimizga alayda yasab berdik. Bizning hozir turayotgan o'rnimiz bo'lsa bo'rtala arşan varılıştırgan yani otoritiki astı üstü to'nurimizga şey kilib mulozimat qilyapmiz. Men ko'rib turadiganlar bo'lsa mana boshqa xil to'nurimizga o'xshamaydi. Boshqa to'nurlarimizning ko'nikkalari bo'lsa yana oldi qismida yani peshona qismida niyati chiqdi. Biz birinchiga bexatarlikni o'ylash, ikkinchiga endi tatbiq tatgan chog'da mana qo'l so'zlik qilish, qulaysizlik qilish şu noktada durup oynanıp bunu bütün konukka saatlerini misal aralashtirib koyduk. Mana ko'rib turadiganlar mavu birincisi, mavu ikincisi, yani birinchi ikkinchi qavat. Birinchi qavatni qo'zg'atdik, ikkinchi qavatni qo'zg'atdik. Buni soatim ayrim, konukkalarım ayrim, shamalchisim ayrim chiqdi. Mushunga o'xshash qo'laylik, taqdim o'xshash to'nurga ehtiyojinglar bo'lib qolsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Bizning o'rnimiz Ko'rlik Qarshi Ernayisning Qumsayil taraqqiyot rayonida yeni Qaydu shirkati bilan qo'shna. Aloqalash telefon nomeri bo'lsa 151 39 31 38. Uyimizning oldigacha kirasini haqsiz qilib olib beramiz. Berib o'gitib qo'yamiz. 3 yillik suhbat kafolat qonunlik to'xtam bilan musta har xil nomli qiliqlar bilan ta'minlab beramiz.